O'zbekiston musulmonlar idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan ehtiyojmand oilalar farzandlarining ta'lim shartnoma pullari to'lab berildi. Yurtimizda talaba yoshlarning puxta bilim olishi, zamonaviy kasb egallashi uchun barcha sharoitlar yaratilyapti. Jumladan, ehtiyojmand oilalar farzandlarining ta'lim olishida turli imtiyozlar berilmoqda. Bunday xayrli ishlarda O'zbekiston musulmonlar idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondi ham faol ishtirok etib, ko'plab talabalarga ko'makchi bo'lmoqda. O'zbekistonimizda davlat oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan farzandlarimiz, o'g'il-qizlarimiz o'sha ta'lim jarayonidagi o'quv shartnomasi mablag'ini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmagan talabalarni o'quv shartnoma mablag'larini to'lab berishlikda Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan bu homiylik amalga oshirildi. Homiylik mablag'lari albatta yurtdoshlarimizning zakot mablag'laridan, ihson mablag'laridan amalga oshirildi. Hammasi bular bizning farzandlarimiz, bizning kelajagimiz. Albatta ilmni diniysi, dunyoviysi bo'lmaydi. Har qanday manfaatli ilm bu ilm. Ilmga xizmat qilish, ilmga sarmoya sarflash, aytaylik ilmga homiylik qilish bu eng oliy bir himmat, eng oliy ihsonlar hisoblanadi. Joriy yilning so'nggi bir oyi davomida fond tomonidan zakot va ehson mablag'lari hisobidan diniy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan ehtiyojmand oilalar farzandlari bo'lgan 169 nafar talabaning 1 milliard 173 million 868 ming so'mlik shartnoma pullari to'lab berildi. Nafaqat talabalar, ayrim o'qituvchilarga ham mana bizni Vaqf xayriya jamoat fondi doimiy yordam ko'rsatib keladi. Turli xil musobaqalar, fan olimpiadalari da ham asosiy o'sha ularni moddiy ma'naviy qo'llab-quvvatlashda doim biz Vaqf xayriya faoliyatini his qilamiz. Xuddi shunday xayrli tashabbus davlat oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan ehtiyojmand oilalar farzandlariga ham joriy etilib, jami 1040 nafar talabaning 4 milliard 334 million 806 ming so'mlik kontrakt shartnoma pullari fond tomonidan to'lab berildi. Mana oilada ikkita kontrakt asosida tahsil oladigan talaba borligi sababli sal kontrakt to'lash qiyin bo'lib turgandi. Shu biz uchun ancha yengillik bo'ldi. Oilaviy xursand bo'ldi, ammo uydagilarimiz ham. O'zbekiston musulmonlar idorasida tashkil etilgan yig'ilishda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligidan, oliy ta'lim muassasalaridan vakillar, kontrakt summalari to'lab berilgan talabalar va ularning ota-onalari ishtirok etishdi. Mehr, muruvvat, adolat va saxovat mujassam davlatda ta'lim olayotgan bu talabalar bugun o'qib, yetuk mutaxassis bo'lib, ertaga albatta shu jamiyat ravnaqi uchun hissa qo'shadilar.